Dieta va gormon qaysi biri g'olib chiqadi? Javob sizni aniq hayratda qoldiradi. Vazn yo'qotish uchun qaysi biri muhimroq? Gormonlar tekshiruvsiz dieta qilsangiz 90% samarasiz. Nima uchun? Gipotireoz bo'lsa, insulin rezistentlik bo'lsa, kortizolingiz baland bo'lganda qorin atrofida yog' yig'ilaveradi, metabolizm sekinlashadi va kunlik 1200 kilokaloriyani yoqa olmaysiz. Yana bitta misol, to'qlik hissini beruvchi gormon leptin buzilganida kun davomida sizga ochlik hissini beraveradi. Qancha dieta qilsangiz ham tanangiz ovqat talab qilaveradi. Faqat dieta qilsangiz 2-3 kilogramm bir oyda tashlaysiz va tezda yana o'sha vesni yig'ib olasiz. Gormonlaringizni to'g'rilasangiz va plus dieta qilsangiz bir oyda 5 kilogrammgacha tashlaysiz va stabil o'sha vesni ushlab turasiz. Dieta bu vosita, gormon bu asos. Ozishni istaysizmi? Konsultatsiyamga yoziling va gormonlaringizni tekshiramiz. Gormonlaringizni to'g'rilasangiz qayta vazn yig'maysiz.